Art of Sayram YouTube kanali. Ana hovliyu, mana hovli. Hovli emas, qasr. Odamlar bitib ketgan ekan. Nima balo, pulni yerdan supurib olyaptimi? Onam shunday bino qo'ygan. Hoy, sizga gapiryapman. Gazetingizni yozib turing birpas. Nima gap? Siz nima gap deb yotavering. Yoqmaydi maqlay dam olish kunim bo'lsa. Dadasi, ana Hikmatboygacha boru sinfdoshingiz. Voy, bir hovli hasham qilib, podsholarning uyi deysiz. Voy, qo'sh tabaqali darvoza, usti boloxona, ko'chaga qaragan ayvoni bilan. Zinalarning chambaragini aytmaysizmi? Yaraq yurib, suratingiz ko'rinadi. Hovlini o'rtasida marmardan qo'sh hovuz, o'rtasida fontan. Yonidan o'tsangiz, bahri dilingiz yayrablar ketadi. Ay, jannat deysiz, jannat. Voy, mehmonlarga joyni pastda ham qildi, tepada ham qildi. Voy dadasi, ay o'zim sanab o'tirdim. Ay, televizorda chiqadigan 10 tacha artist kelib ketdi. Voy, dasturxonni ko'rsangiz, oshi ovqatni oqizibdi. Parmida samsayi orqasidan bahora bilan norini yeb bo'lmay turib qarzini tortishdi. Qarzini yeb bo'lmay turib hasbini olib kelishdi. Hasbini yeb bo'lmay turib mandil tortishdi. Mandilni yeb bo'lmay turib tabakani olib kelishdi. Tabakani yeb bo'lmay turib oshni tortishdi. Oshni yeb bo'lmay turib tortni olib kelishdi. Tortni yeb bo'lmay tortni yemadim. Ha, voy dadasi, televizorni qutisida sarposa berishganini ko'rgan edim. Bular bo'lsa, xaladilnikni qutisida sarposa olib berishdi. Uzugu bilaguzuklar to'lib ketdi-ey, kelinni barmoqlari yetmay qoldi. Bay, ertalab kechaga qilsam ado bo'lmaydi. Sen o'zi kallariga bordingmi yoki ko'rganimi? Siz erkaklar shunaqada. Qanaqa? O'yingi so'lga qaramaysizlar. Oshni yeysizlar, chiqib ketaverasizlar. Men senlarga o'xshab kovlashtirib o'tiraylikmi? Qachon bir gapni gapirsam, qilichingizni yalon boshlab turasiz-a? Siz erkaklar o'zi eplab bir tugmani qaday olmaysizlar-ku. Gapinglar oqtirib ketadi yana. Bilmadim, xotinlar bo'lmaganda nima qilardinglar? Xotinlar bo'lmaganda erkak kishiga tugman nima kerakmi? Va agar erkak kishi gazni burnilariga qaytorib qo'ymaganda haliyamchi kapchezakda ovqat qilib qora qurum yutib yurgan bo'lardilar. Masalan bir oddiy dazmolni ixtiro qilmaganimizda haliyam jin ko'ylakda ko'chaga chiqolmasa dimaxay deb yotgan bo'lardilar. Ko'p maqtanavermang, o'sha erkak ham ayol chiqqan. Bildingizmi? Kimga xizmat?
kiyim odamni emas, odam kiyimini bezaydi. Biroq bundoq yashaydi. Besh panja barobar emas. Odamning ko'ngli toza bo'lsa, kiyimi nima kerak? Yalang'och yurding. Bilmaganday gapirasiz-a. Siz o'zi qaysi zamonda yashayapsiz? Ko'zingizni oching dadasi. Voy orqaga emas, oldinga qarang. Hamma narsa o'zgardi. Siz qachongacha maoshga ulab yashamoqchisiz? Nima endi ishingni tashlab bozorga chiq demoqchimisan? Ostonada ostonasini beshing yaladi. Bekorga yaladimmi? Xudoga shukr, tajribali muhandisman. Ishni ham o'zimga yarasha Alloh e'tiborim bor. Men seni gapingga kirib shunday qilaymi? Shuni xohlayapsanmi? 20 yil halol o'qimay yediman. Endi xalqimning bo'lmaymi seni gapiga kirib? Xo'sh, halol bo'lib nimaga erishdingiz? Sabr tegi sariq oltin deb yurdingiz. Boshqalar sabrini tegidagi oltinni kemirib ado qildi-ku. Bir prokuror ham bo'lmagan ekansiz. Qasam oqararmidi? Ishoningizga eshak to'xtamaydi. Loyimni shundan qolishgan bo'lsa nima qilay? Loyingizni qorishganu tepib pishmaganda. Hoy dadasi, voy harakat qiling. Harakatda barakat degan. Bu yoqda bolalarning bo'yi yetib qoldi. 1-2 yildan keyin mana ostonani sovchi bosadi. Mana bu uyni ahvoliga qarang. Voy shu ham hovlimi? Voy kelgan odam qochib ketadi-ku. Orga nima qildi binoyidir, voy. Voy to'g'ri. Voy binoyi emishlar. Shu ham hovlimi? Bu hovli emas, tovuqning katagi. Otangiz ham falon yil katta korxonani boshqarib, bundoq kamko'stlarni yuklab olmagan ekanlardan sizga o'xshab chesniydi. Dadam bitta nima qilsin? 2 qizni chiqardilar, seni yedirib ichirdilar. Keyin uyingizdan yomon emas, xudoga shukr. 3-4 ta odam gezib bo'ladigan joyi yo'q, emas yomon. Dadam deb taraflarni olavermang. Men dadangizni yomon demoqchi emasman. Lekin to'g'risini aytsam, u kishi sodda mug'ombir. Haqqingni bil Munir, dadam bunday deyish haqqing yo'q. Nimaga erishgan bo'lsak, shu kishining mehnatiga evaziga erishamiz. Nima sodda mug'ombir bo'lib, arpaga xom o'rib bilanmi? Siz nam tortgan gurjo'piga o'xshab, chimsillab hadeganda yonavermaysiz. Voy, endi menga yopishyapsizmi? Kimga yopishay, kimga? Bu desang, bu desang. Bakın sizin yapışmakçınız ha? To'xtayli. Kechasi yopishmagan, kunduzi ko'zimni tutgani yo'q. O'tiring mana bu yerga. Gap bor. Nima gap? Dadamizni. Gapirsanchi? Dadamizni turgan bitgan xazina, shuni bilasizmi? Xazina? Dadamizda katta xazina bor. Mana bu yerlarda. Bo'lish mumkin emas. Agar dadamda xazina bo'lsa, eng avvalo men bilardim. Dadam bitta o'g'illar hech narsani berkitmaganlar shu paytgacha. Siz bilmagan narsani mana men bilaman-da. Dadamizda tilla bor. Mana bu yerlarda. Tilla? Qanaqa tilla? Tillani bilmaysizmi? Qizil tanga. Boylikka qiziqmagan odamni holi shu-da. Dadamda tilla bor. Bo'lish mumkin emas. Dadamizni o'tirib turishlariga hech e'tibor berganmisiz? Farqini ko'raman, otga o'tirib turish nima bo'ldi? Dadam har o'tirib turganlarida jiring ovoz chiqadi. Bo'l, soatlarni chiqchiqini aytyapsan-a? Xudoyim, men chiq bilan jiring
nima deb so'rayman-da? Bolalar bo'yi yetib qoldi deng. Mana bu uyni ta'mirlash kerak deng. Dadajonisi. Yalining, yolvoring, ko'ngillarini eriting. Beramiklar ha? O'zingiz aytib turibsiz-ku. Sizdan hech narsani ayamasliklarini. Jon dadasi, so'ray qoling. Agar ko'proq bo'lsa, mana bu yelkangizga oftob tegarmidi? Keyin kimsan? Asadbek boyvachcha bo'lib yurardingiz. Men ham davralarni to'riga chiqib. Dadajon. Assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Yurasiz, Assalomu alaykum. To'yga borgansiz deyman. Yaxshi keldingiz. Xudoga shukr. Choyxona olmasam buni qilsizlar-a? Nimasini aytasan o'g'lim? Shu choyxonani o'ylab topganga haykal qo'yish kerak. Ham chanqog'ing bosiladi, ham quloqing yayraydi. Uyda o'tirsang karsan. Ko'chaga chiqsang hamma gapni eshitasan. Uyda hamchi bitta agentingiz bo'lsa-chi, bitta agentingiz bo'lsa. Dunyoda nima gap hammasi bilib o'tirar ekansan. Endi hammani ham agenti bo'lsin ekanda. Onang rahmatli tirik bo'lganda, men ham onang topib kelgan gapni chaynab o'tirardim. Ilohim, tinchligini bersin, Allohu akbar. Haligi, mana bu o'shalar o'rinni bilasanmi? Qaysi qo'shnilar? Choyxonani ro'parasida 3 qavat imorat bor-ku. Qo'shma korxonaning haligi boshlig'imi? Ha, Haligi firmani molini hammasini yeb qo'yib, ish tergovga yotib, qamalibdimi? yo'q, turibdi. Haligi shunga qo'chqor so'yib xudo qilgan ekan. Shunikiga kirdi. Qo'chqor so'yibdi? Qana qo'chqor so'yib. Qo'chqor. Nima gunoh? Tamom. Qilgan qo'shqazlar to'g'ri-ku. Men ham shuni aytaman-da, menga qara. Hamma qilgan aybini yuvish uchun qo'chqor so'yarsan. Bu dunyoda qo'chqor qaladimi? Qamalib deyishdi qarab. Advokat zo'r ekan. Shu advokatlarga ham hayronman-da. To'g'ri qolib qayoqdagi o'g'ri muttahamlarni himoya qilishadi. Ular ham kimni himoya qilishni bilishadi, o'g'lim. Endi hozir to'g'ri odamda nima bor? O'zing ayt. Dada, sizni paytingizda ham talon-taroj bormidi? Endi shu paytda ham rahbarlar buni ham deymanda cho'ntakda. Nima so'rayapsan? Mana qo'shnilar forumidagi o'xshaganlarni ko'rib, shu paytda ham odamlar mol dunyo yiqqanmi deymanda. Nodona. Kim mol dunyoga qiziqmagan, kim puldan g'azab qilgan? To'g'ri, endi bizni davrimiz sal boshqacharoq edi. Haligi boy bo'ladigan odamni hamma bolaga aqli yetgan, mehnatga qo'ygan. Hozirgi boylaringda imkon bor, lekin sal mehnatga yetmaydi-da. Dada, siz shu paytda katta rahbar bo'lgansiz. Sizam bunga qiziqqanmisiz demoqchimisan? Ha? Hamma qator. Hamma qator. Ha? Topganlarim mana senlarga sarfladim. O'qitdim, ijodli qildim, yedirdim, ichirdim. Ha? Menga qara, ko'ngling gap bo'lsin. Lekin harom yedirmam. O'g'lim, Hammasini sarfladim deysizmi? nima ko'ngling dom ketarmidi? Ha? Menga qara, men haqimda biror gap eshitding. So'rayapsan. Yo'q, dada, nima deyapsiz? Endi haligi ko'chada odamlar har xil gap so'z qiladi. Otang Qarang, keling. Assalomu alaykum. Nadiya, keling. Dada, bilasizmi, mana siz ham shu paytda katta rahbar bo'lgansiz, to'g'rimi? Pulni ustida o'tirgansiz, hisoblagansiz odamlarga. Shu odamlar bilasizmi, shu dadang katta mol dunyosi bor, shuni kalamishni kemirib yotsan deb ma'lumot qilishadi. Shunaqalarni bosib gurra deyman, yana shaytonga qaytadi. Yodayamchi kelingiz vohimachi. O'g'ilning ishi oson, asalni ishi qiyin deydi. Nima emish? Qiz bolamish. O ingichka endi kirgan bo'lsa, hali 5 yil bor desam, bu shoshmoqlar tushunmayman. Pulga beraman deb shoshayapti. Men ham hali vohiy desam, eshikda 2 marta kirib chiqsangiz, 5 yil o'tib ketadi. Keyin sovchilar kelib eshingiz turumini buzadi. Mana uylarni tuzating deydi. O tuzatishga pulni qarz olaman dada, qarz ko'taring deydi. Hozir birovga qarz beradi dada. Kelingiz gap to'g'ri Endi o'g'lim seni tushirsin deb shunaqa gapiradi. Indamasa yallama yorib qilib yuraverasan. To'g'ri, vaqt o'tayotgani rost. Ashbash deguncha qizing mana o'qishni bitiradi. Kuyov bo'lib bu yerda mana o'qishni bitiradi. Keyin nima qilasan? To'y qilasanmi yo hovli ta'mirlaysanmi? Harakatingni qil o'g'lim.
Aybingiz bor dada. Onang rahmatidan keyin shu belim tanjada qolgan. O'lib qola qo'ymaysan o'g'lim. Bu yurishga kelaylik. Voy, qaro. Sen harakatni qo'yma. Harakatni barakat degan. Bilding bo'ldi? Harakatni boshladik mana. Ha, yaxshi. Yurishga. Voy, Nazira, qanaqa gaplarni gapirasizlar? Voy, Umijon asalni qulog'ini tishlab qo'ygan bo'lsa, qulog'i chandiq qizni egasiga bermaganda kimga beramiz? Ko'nglingiz to'q bo'lsin, Nazira bashi, asal sizniki. Hay rahmat, bu yoqdan ko'nglim to'q. Endi bilasiz, jo'jabirday joyimiz. Hamda bittasidan qutulsak, ikkinchisiga yo'l ochilarmidi deyman, Muniraxon. Voy, Nazira, nimasini aytasiz? Nurburangiz ham sizlar tomondan. Asal tug'ilganda Umijonga eshikka qo'yganlar. Lafzimizda turmasa kim degan odam bo'lamiz? Voy, rahmat Muniraxon. Men uyatga mashhurda qo'l chiqib, tagida olib ketmadim. Chiqing biznikiga, xo'pmi? Menga qarang Muniraxon, ertaga men maktabga bormaydigan kun. Chiqing, bir chaqchaqlashamiz, xo'pmi? Mayli, yaxshi o'xshaydi. Yaxshi bor. Mayli. Najra opam nega chiqdilar? Nima bo'lardi dardlar asalda? So'radingizmi? Nima bo'ldi? O'zini aytsa ham so'rashib uyadi. Lekin gapingda jon borga o'xshaydi. Hozir bellarni qarovdim, yo'llarda unasa borda jirik-jirik qilyapti. Men bir gapni gapirganda siz uyalmangda. Ayting, o'zim so'rayman. O'zim so'rayman. Odam bo'lmadi, so'rayman dedim, so'rayman. Faqat mavdada kelsin, hammasi tabiiy bo'lgan yaxshi. Mana qara onasi. Ajoyib xushxabar. Faqat o'zinglar tashlab yubormagan. Hozir o'tirib olaylik. Gapir qizim, gapira qol. Men sizlarga aytmay yurgan edim. Nimani aytmay yurgan ekan? Voyjon, men tanlovda g'olib bo'libman. Xayriyat-ey. Men o'ylabmanki, qanaqa tanlov? Estimizda chet elda o'qish uchun tanlov e'lon qilingan edi. O'shanda men qatnashgandim. Bugun natijasi chiqdi. Men g'olib bo'libman. Voy, moldir, ona qizim, mol. Chet el? Qanaqa chet el? Qiz bola chet elga? Voyjon, qiz bola bo'lsam nima qildi? Hoy qiz, seni chet elga yuborgandan ko'ra kuyovga berganim yaxshiroq. Agar bilsang qiz bola uchun chet eldan ko'ra kuyovning uyi ham chet el bo'ladi, tushundingmi? Bu onang tushunmayapti. Sen yaxshilab tushuntirgin boshidan, sen o'zing yetib borishingda. Xursand bo'lasizlar deb o'yladim. Adashibman. Nega xafa bo'lasan, qizim? Axir o'zing o'yla. Mana bu yerda. Men seni chet elga yuborib, har kuni 9 marta tug'ilganman-da. Qizim nima yeb, nima ichayotganingiz deb. Voyjon, men yeb ichishga emas, o'qishga ketyapman axir. Nima? Chet elliklaring ovqat yemaydimi? Suni ko'rmasa etikni yechmagin, eshitaylik oldim. Ha, bilib turibman gap nimaligini. Siz tug'magansiz-da buni. Qiz bola birovni xasmi bo'ladi. Uni egasiga berib qutulish kerak. Men ham buni egasiga berib olay. Ana undan keyin 4 tomonni qibla. Qayoqqa ketsa o'sha yoqqa ketaversin. Oldin eshitaylik, yaqinmi, uzoqmi? Hozir Toshkent bizlarga chet elda o'qigan, bilasan. Ha nima? Chet elga bormoqchiman. Xo'p dermiding? Uzoqroqqa. Ana! Voy Toshkent emish, ha? Voy buningiz chunchni yurtini aytyapti-ku. Ya Xudoyim. Ay, nima shovqin? Dadajon, eshitdingizmi? Voy eshitdingizmi? Voy nabirangiz chet elga o'qishga borarmish. Meni o'ldirsin-da, ana undan keyin boramiz. Voy, ona qizim, niyatiga yetibsan, ha? Kelin, nima? Ota bobosi ko'rmagan yurtlarni ko'rsang yomon. Voy, bizni avlodimizdan ham bitta chet elda o'qigani chiqsin-da. Voydod! Men gapimni kimga aytib o'tiribman, ha? Siz ham shular tomondanmi? Yo'q. Bola meniki. Hech yoqqa bormaydi.
kela solib, onam xursand bo'ladi deb o'ylaganda, o'zimga aytganda o'zim sekin-asta tushuntirib qo'yaman. Endi hozir yubormayman deyapti-da, o'g'lim. Avval yerga beraman, keyin to'rttamani qibla deydi. Men o'ylamayman. Seni nimaga o'ylaysan? Men o'zi bo'ladim dada. Ulan menga qara. To'yni boshi boshlanguncha bu yoqda dumbaraqas. Bir kunda o'tadi ketadi. Shunaqa deysiz, bu yoq bilan ishingiz yo'q. Undan keyin men o'g'il uylantirayotganim yo'q, qiz chiqaryapman. Buni ham hisobga olish kerakmi? To'g'ri, o'g'lim. Qiz chiqarayotganingni bilib turibman. Lekin o'z qo'ling bilan o'z uying eshigini o'g'ri ko'zga ochib bergansan. Esda? Menga qara o'g'lim. Joni sog' bo'l. O haligi pul qo'lni kerak. Keladi. Tushundingmi? Meni qo'lim toptaza dada. Mana shu qo'lingni o'g'lim o'zim kirlatib qo'yaman. Nima? Bekitib qo'ygan xazinangiz bormi? Ya o'g'lim, menga qara, mana buni ko'ryapsanmi? Nima bu? Yaxshi kunlarga ishlataman deb olib yurdim. Mana to'yga buyurib turibdi-da. Tilla bu. Boboydan meros. Opalarning ham haqqi bor. Tushundingmi? Hozir opalaringga o'zim sekin teng bo'lib beraman. Xo'p, dada. Nima? Hozirmi? Hozir, ertaga kech bo'ladi. Chaqir. Dada, axir. Chaqir. Dada, axir opalarimni chaqir. hozir shartmi shu dada? Chaqir deganda keyin chaqirdi o'g'lim. Assalomu alaykum, Xolid opa. Menman. Dadam siz tez yetib kelsin deyaptilar. Nima? Bozorga chiqon, voy kelmasangiz debmay. Bozoringizni yig'ishtirib tez kelar ekan. Yo'llarga WhatsApp'dan telefon qilib kelgan unga. Nima? Yeginsam yo'q o'zingiz telefon qiling. Opalarim uydan chiqib ketganiga necha yil bo'lgan bo'lsa, nima ularning haqlari bormi? Qara o'g'lim, nafsingiz bilan qilgan opalaringni haqqi bor. Ertaga mana bu yoqda senga berganini bilib qolsa, qiyomatgacha qulog'imiz tinchimaydi-ku. Menga bering, nimaga chiqarmasdan men o'zim bekib qoldim. Bandasini bekitsaga Allohni yasholmaydi. Uning nazarida qilgan joy bu. Bor dada. Do'yam bilmagan joy. Menga bersak, men keliningizga beraman. Keliniz bekitib qo'ygan joyni hech kim topolmaydi. Shunda sekretariya har oylik olganimdancha oylikni yarmini Ana ko'rding? Hali tam merosni aloga o'tiga olib qo'ydi.
rahmat deyishga, 3 qismi menga, 2 qismi opalarimga. Gap olmasin. Meni yaxshi ko'rasanlar. Rahmat deyishga bo'lamiz dada. Ne ular? Xotin bola chiqarib turganda urasizmi? Buni aytdim. 3 ga bo'lamiz. Siz meni asarimsiz. Asalning xabarisi bor. Choq bo'ladi. Asal. Buncha ozorlaringiz ko'p. Oyimni yana qo'rqib aytadilar. Yo'q debdilarmi? Ozgina sabr qilinglar debdilar. Umid bor ekan. Asal. Sizni aynib qoladimi deb qo'rqaman-da. Qo'rqmang. Asal aynamaydi. Unda umid ham umidini uzmaydi. Ha aytgancha. Asal. Uyingizdagilarga safarimiz haqida aytdingizmi? Safarimiz umuman qaraydiganga o'xshaydi. Nechun? Oyim qarshilar. Oyingiz Ha. Lekin buvam men tomon. Men sizga aytsam, buvamga yoqarkansiz. sizgacha. Buni borib buvamdan so'rasangiz bo'ladi. Umid aka, uzoq turib qoldik. Endi uxlay uchrashamiz. Xonimlarga tomosha bo'lmasdan men boray. Hay. Asal. Ozgina shoshmang. Siz ketsangiz sog'inib qolaman. Voy. Ko'p bo'y ko'rsangiz ham sog'inaverasizmi? Yonimda tursangiz ham sog'inadi. Sog'insangiz, oyga qarang. Unda oyni da sog'inaman. Sizni da sog'inaman. Asal. Suyunmang. Asal. Kechasi boqqa chiqasizmi? Kechasi bog'da nima bor? Bulbul sayrashni eshitamiz. Kechasi ham bulbul sayraydi. Asal. Bulbul kechasi sayraydi-da. Qanday sayrar ekan o'sha bulbul? Men sizni sevaman. Bunchalarida o'pishdan titragan shabnam misol. Men sizni sevaman.
tunning qo'ynida kunday yoriyotgan bir shahm misoli. Men sizni sevaman g'uncha labida. Voy, bu pulimiz shoir ekanlarda. Meni shoir qilgan siz Hasan. Yaxshi qoling shoirim. Hayr. Hasan. Endi kechasi bulbul sayrashni yolg'iz o'zim eshitarkanman-da. Hasan! Hasan, shoshmang! Yaxshi yotdi Usmonasi. Dadajon, siz qo'rqitib yubordingiz-ku. Yaxshi, rahmat. O'zingiz-chi? Bu boboyga choy-poy ko'rdingmi? Sizlar chiqib o'tirsalar bo'ladi. Shu kunlarda dadangiz qo'rqitadi. Har ikki gapda nasihat. Ming'ir gap. Qo'ying, xonalarda o'tirsinlar. Qulog'imiz ham tinch. Qarasang sen ham shunaqa bo'lasan, onasi. Men qarimayman. Iloyim qarimagan u, lekin boboydan ham xafa bo'lma. Bu yog'i endi qarshilik. Shunaqaligini ko'ra turib, meni sinamoqchi bo'lasiz-a? Dadam shu. Uylarni ta'mirladiku, shu boboyning yo'qolib ketgani yaxshi bo'lmasdi. Bir hafsala qilsammikin-a? Ko'ngillar ko'tariladi menda. Qari odamga yangi libosma kerak. O'tiribdilar-ku binoyidek. Bosib qolarmidi shu uy? Undan ko'ra, dadajonisi, pulingiz oshib ketayotgan bo'lsa, tunov kuni aytganim, qo'sh bilagingizni olib bering. Mahallani xotinlarni bo'g'ib kuyray devdim-da. Ko'rdiring. Endi shohma xotin
meros bitta men olibmanmi? Opalarim ham olgan. Qaysi? Nima buni aybi bor ekan? Ha, meni gapimda jon bo'ladi-da, dadajonisi. Bilasiz, gapni jonini ham olaman, gapga jon ham kiritaman. Temirchini qizisan-da gaping yo'qmi? O, menga qara. Men hozir ishga boraman, opalarimga qo'ng'iroq qilaman. Tez yetib kelinglar deb, mana shu ishni hal qilsak, nima deysan? Men dadajonisi, jon. Bo'pti. Harakating bo'lmasa, xo'pmi? O'g'lim, bir ko'rinish bor. Jonga tegib ketishi chor. Assalomu alaykum boyjon. Va alaykum assalom. Rahmat. O'zingchi yaxshidan oldingmi? Rahmat. Adam ketdilar. Ha, ishga ketdilar. Kecha joyingizmi? Uy tashdingizmi? Ha, dadang bilan nari berdik. Borchi? O'zidan turasan,
ko'zi qovurilib ado bo'ladi. Voy, voy opajonlarim, qizimni yo'qlasa bo'lar ekan. Xush kelibsizlar. Yaxshimisizlar? Yaxshi o'tiribsizlar. O'tiringlar. Voy, ertalab asadbekka kelib o'tirgan edim. Opajonlarim nega kelmay qo'yishdi? Qadamlaringizga gul bitsin. Xush kelibsizlar. Kengoyli kelini bo'lib, gayrab yashab o'tiribsizmi? Xudoga shukr opajon. O'tiribmiz. Adam, asab, bolalar yaxshimi? Shukr, yaxshi. O'zingiz yaxshimisiz? Adam uydami? Yo ko'chaga chiqib ketdilarmi? Adam? Voy, uydalar. Voy, adajon, choyingizni ichib oling desam, ishtaham yo'q dedilar. Chiqib chiqaymi? Davolaversin, qo'ying. Asab xonim, uyga o'tmay gap bor degani nima gap ekan? Ha, voy, ertalab menga ham aytgan edi. Opalarimda gapim bor dedi. Nima gap desam, seni ishing bo'lmasin dedilar. Voy, ana o'zlari ham kelib qoldi. Men hozir sizlarga qaynoqqina choy olib chiqaman. Voy, opalarimizda nima gap ekan? Bilmasam, uyga o'ting dedi. Assalomu alaykum. Yaxshi keldinglar. Opa, yaxshimisiz? Xalaq, yaxshimisan? Yaxshimisan? Yaxshi? Ilohim, mana shularda yaxshi to'ylar bo'lsin. Amin. Bu yaxshi bo'ldi. Haligi qizlar, sizlarni chaqirtirganimiz sababi dadam bilan bir bog'liq masala edi. Haligi dadam bo'lmaganim yaxshilik bu yerda. Oldin o'zimiz hal qilsak, qanaqa gap ekan? endi nima gap nimadan boshlashga? Ha, haligi men ertalabdan kechgacha ishdaman. Yugur chop bilasizlar. Asalab ertalab o'qishga ketadi, kechqurun qora tunda kirib keladi. Mashinaning bir o'ziga qiyin bo'lib ketdi-da, shu uyda. Shuning uchun bittalar dadamni olib borib qarab tursanglar degandim-a. Ha, dadajon, opajon, eskiga ham eski ketar ekan. Xabarlar yo'q. Yumush topdim. Ularga uch mahal issiq ovqat deng. Itdek charchatgan odam. Nafasim bo'g'ilib, itdek hansiraydigan bo'lib qolgan. Yana boshqa. Hech ham itga o'xshamaysiz. O'xshamaymanmi? O'xshaydi, avjan. Opajon, yaxshi bo'lib qolganini ko'rdingizlar. Haligi opa bilasizmi? Dadamni olib borib qarab tursangiz, men ham qarab turmayman. Har oy borib bir marta o'zim xabar olib turaman. Men jonga qadamni olib ketardim. Lekin men ham to'g'ri tushuninglar. Ertalabdan kechgacha bozorda o'tiraverib, voy. Bot deganda bidonni sotib olgan. O'tirib turishga qiynaldim. Uning ustiga ustak sersim chatoq. Bu ahvolda adamga qanday qarayman? Bizni uyda ham ahvol shu. Hamma ko'chada. Yana adamga yaxshilik qilaman deb ajallaridan 5 kun burun o'ldirib qo'ymay deyman-da. Opa, o'yla joydamisiz? Ikkita keliningiz yoningizda. Bitta choyga nima kerak? Bir piyola choy damlab bera olmaysizlarmi? Bir tovoqqa ham don kerak, ham suv kerak. Undan keyin ikki kelinimiz xo'jayinlar bor. Meni gapimga quloq solisharmidi? Voy. Kelinlarim gapimga chiqilmaydi. Jilovni qo'lga olganman deb maqtanasiz-ku. Qachondan beri gapingizga kirmaydigan bo'lib qolishdi? Menga kuching qilgandan ko'ra o'zing domingga olib ketsang bo'lmaydi? Adam, begonami? Olib boraverman. O'zingiz aytib turibsiz, do'mda yashashimni. Yana nechanchi qavat dedik? 7-qavatda. Qani odam 7-qavatga chiqib tushishi osonmi? Lip bor-ku, lip etib chiqib atishib qo'yadi. Voy, opajon, to'g'ri aytyaptilar. Lip etkizdida. Gapiraversa, do'mda yashamaganingizdan keyin. Yo'lda qani odam yorilib ketadi-ku. Mana, siz yorilmasdan yashayapsiz-ku. Mayli. Balandlasini qo'yasizlar. Saxligini ayting. Voy, odamni sevsiyaga o'tib ketadi-da. Yo'lning ahvoli shu-da. Gapni chuqurlashtirmasdan bitta cholni boqolmayman deb qo'yqasangiz-chi. Merosni xuddi sanab oldingiz talashib. Endi boqishga kelganda qochyapsizmi? Ha, qochyapsizmi? Meroslar. Bitta men olibmanmi? Mana opalam olgan. Nega u kishi qolib menga yopishasan-da? Sen ham olgansan. Qolaversa sen kenjataysan. Adam sen bilan yashashlari kerak. Qayerda eshitgansan? Adasi bor, qizim uyda yashayapti deganlar. Kuyovni to'rida o'tirguncha o'g'limni qo'y
ko'chaga haydab yuboraymi? Kimsaga ko'chaga haydatyapti. Oldi gapni eshit. O'tir joyingga. Hoppa. Mana masalan qariyalari. Voy opajon, voy eshitganlar nima deydi? Odamlarni gapirishni ishing bor-a? Gapirsa gapirishar. O'tir. Adam necha yil katta ishlarni ishlab davlatga o'tkazib qo'ygan. Qariganlarda davlat ham boqsin-da. Uning ustiga qariyalar uyida hozir sharoit yaxshi. Tenqurlari bor, tenqurlari bilan chaqchaqlashib yuradi. Shunga shuncha otaga urg'ozmana. Voy, oyimsizni opajonimdan aylanib ketday. Voy, shu gapni oldinroq aytganingizda shuncha gap qayda edi opajon? Voy, sal qoldi-ya, joylashib yuz ko'rmas bo'lib ketishimizga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kelding, Xolifa, sog'lik. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Xolifa, ha meni uyg'otmabsanlar ama. Nima qilyapti kerakman sizda bezovta qilmang. Shunaqa. Kelinglar. Ilohim, xotirjamlik bersin. Allohu akbar. Kimsizlar? Ha? Yaxshi keldilaringmi? Xolifa, sog'lik yaxshi. Rahmat. Yaxshimisiz? Yaxshi. O'zingiz Yaxshimisiz? Ha. Bozor deb o'tib ketamiz chog'i adam. Sizdan ham xabar ololmayapmiz. Bugun hamisha yig'ishtirib Hafizaga yur, adamni ko'rib kelaylik deb kelaverdik-da. Yaxshimisiz? Men ham sendan sog'inib o'tirgandim. Ha. Yaxshi yuribsanmi, Hafiza? Ana, hozir hamma o'zi bilan o'zi bo'lib qolgan. 3 ta joyda ishlaymiz. Topishimizga baraka yo'q. Topishimizga faqat yeb-ichishga ketadi-da. Bundayroq kiyim kiyolmaydi ham odam. Ha, kiyolmi ishi dursudiyu qizim. Voy, hozir ularni topishlarida ham baraka yo'q. Keyin bitta erkakni topgani nima bo'lardi-da? Ha, tirikchilik shunaqa qizim. Endi arani 2 kishilab topish kerak. Voy, tortyapmiz. Ana, yaxshimisiz? Vasiyatga aytmaysizmi? Mashinangni opalaringga olib bor deb. Ha, endi katta ish ko'p. Assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizmi? Haligi men birovga kelgandim. Ketadigan bo'lsanglar olib borib tashlay. Bo'lmasam Ay, yo'q, to'xta, ketamiz. Ada, sizni ko'rdik, tuzlik ekansiz. Keyin baxtga kelamiz. Hayır, yaxshi bo'ladi. Hali o'tirsalaring o'zlari yo'q. Qayerda bo'lsalaring ham sog' omon bo'laring. Allohu akbar. Kim bor? Kelavering. Mehmon kerakmi? Hozir. Ha, o'zingmisan? Ha, voy. Bu yerlarni qanday topib kelding? Do'stim qidirgan makatdan topdim dedi. So'rab topdim-da. Omon bo'lma. Ish qilib o'zingmisan? Ha, o'zimman. Nurboymisan? Ha-da.
Suv balosidan, o't balosidan, quruq tuhmatdan bevoh o'zini o'zi asrasin. Amin. Men keldim baloga. Alloh akbar. Yaxshi. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Alaykum assalom. Kelin mana bu. Bozor bosdi. Ba'zida gapirgan gaping farzandlariga ayib bo'ladi. To'g'ri, endi farzand nomingni davomchisi deyishadi. Endi bitta quduq qazsa ham noming qoladi. Birov shu quduqdan chanqog'ini qondirsa, falonchining qudug'i deb seni yod etadi. Lekin shu farzanding nobob chiqib, bitta quduqchalik nafs eklatadi. Shunaqasi ham bo'ladi. Menga qarab, yuz ko'rmaksiz bo'lmas. Hammasi ham masalada. Burada chiqib qolyapti shunaqa. Sen o'zi yapsan. Ichingda bir ma'no aytolmayapsan. Nimasini aytasan? Gapir. Ko'zlarimdan bilan tortgan. Mana qo'rqoqni ko'rgansanmi? Men esa ko'rmayapman. Ana dedana sayda. Eshityapsanmi? Eshityapman. Men esa eshitmayapman. Menga qarab. Sen menimcha yolg'izlab kelmayapsan. Lekin o'sha yoshdan biring xotin o'rganga tegan. Tegadi. Xotindan meros qolganingizga tegadi. Merosni deb shu ahvolga tushib o'tiribman-ku do'stim. Kampir kelib nima karomat ko'rsatadi? Tan olishim kerak. Xato o'zimdan o'tdi. Xato deysanmi? Qanaqa xato? Aytsan ancha qilaman. Yo'q, menga qara. Bu ancha xotini qotib qo'yib olganmisan, gapir. Otamdan 3-4 tanga meros qolgan. Xo'sh, Shuni yaxshi kunlarda ishlataman deb men joyidan turib yurardim. Bolalar zorlanganiga pulni yeb, panga bo'lib berdim. Ko'rmaganda ko'rgani qilsin. Havolanib oyoqlarini tagini yo'qotib qo'y. Ota kerak bo'lmay qoldi bularga. Hali zamon ikki qiz keldi. Uchalasi yaqin bir joyga qo'yib, meni qariyalar uyiga olib qo'yishmoqchi. Shunga bir gapni bir uchib eshitib, dardi dunyo qorong'i bo'lib o'tirganda bozorning o'rtasida hamyon yo'qotgan odam o'xshab qolsa kerak. Men behamyon qolganimga emas, shu hamyonni deb bolalarimni gunohga botganiga achinib o'tiribman. Menga qara, kasallik uchunlik emas, malham davolaydi. Men sen bilan o'tgan kunlarni eslashib, dildagi g'uborlarni orqamizga kelsam, seni bunga xonimga o'tgan. Qo'y men turay, do'stim. Bu nima qilib choynaga chiqib kelmoqchi? Menga qara, do'sti didoriga endi yetdim deganda nomusirasan. Didor kutirasan, to'xta. Hozir choy qo'yaman. Seni ahvoling og'ir. Seni charchatmaydi. O'sha ko'rib turgan menga qara. Bir do'stimda zo'r marham borligi esiga tushib qoldi. Shuni olib kerak. Xo'p deb kerak emas. Hozir kelib, olma, to'xta. Hozir kelib, olma. Hech qanday marham kerak yo'q. Olma, to'xta kim? Olma. Nimaga keldi? Nimaga keldi? Hech qoladi. O'z dardim bilan qonini qotirdim. Yaxshi gaplardan gapirib, ko'nglini ko'tarmaymanmi men o'zim?
nimaga ham farzandlarimdan nomidan ota ham birovga farzandlarini yomonlaydi. O'zingizcha nimalar deb aldirayapsiz? Nimaga ketdi? Yo'qlab ketdi qizim. Sizni ham yo'qlaydiganlar bor ekanmi? Olib ketdi. Olib kelaman dedi. O'g'lingizni eshitganda bir nima tilanib kelgan. Qizim, bu chol birovni sadaqasiga zor emas. Yo'qlab kelgan xolos. Shoshqaloq chol ekan. Bir piyola choy ichmadi. O'zingiz aytmadingiz-ku? Aytish lozim bo'ladi. Kesatmang. Nurboy! Mana, yana keldi. Keldingmi? Kelding do'stim. Keldim. Ha, keldim. Kel. Keling, ha? Choy qilib beray desam, ketib qolsiz. Ha, endi biz chalashlarga kelmamiz. Bir joyga o'tib qaytdim. Nega qara. Endi demoq o'tiraman. Choylab qo'ying. Bor, ket. Kelmasa kerak deb o'yladim. Do'stim va'da vafosi bilan. Hech kim olmaydi. Ochmayam, ichiga qaramayam. Qarasang quvvat ketib qoladi, tushundingmi? Bu ochma. Menga qara. Qarasam, tez Assalomu alaykum. Olmabida bor. Assalomu alaykum. Do'stimdan bir xabar olay deb kelibsiz. Allohu akbar. Nima omadada? Burada bozorda ko'rishdik-a. Bu xonadalarni ko'rdim deganimda 1 yildan oshib ketdi. Avgustmida 25-avgust esimga tushdi. Tekisiz. Endi bizlarni boboy sal o'zlarini oldirib qo'ydilar. Yaxshilar. Qarang, shu ishlaring yaxshimi? Charchamay yursam, Dogashga. bu dadangni biznikiga olib o'tiray demaysan? Olib o'tadi. Niyat bor. Endi hozir zamonni ko'rib turibsiz. Chop, bosh qashgan vaqt yo'q Olmaotada. Mayli. Ha, bu kelin. Ha, baraka topsin. Odam shalanda ekan. Ha. Dadang voyjonli qildi. Sen menga maqtading. Yaxshi shu bitta o'g'il tug'ilgan ekan. Bo'lmaganda qizma qolasidim dedi. Ishqilib yomonlamadlarmi? Ha. Yaxshi. Asadbek. Dadang Hanimat. Qavu tilingda duosini olib qol. Erta o'tib ketsa, attang qolasan. Harakatida yuribmiz Olmaotada. Ba'zi bolalarimiz demasak, dadamizni deymiz. Asadbek. Dadangni ko'rsang, hali undan ko'p narsa olasan. Nega aksincha bizlar berishimiz kerak dadamizga o'rtamizda hali qarzimiz bor-a? Bu chipga dadang turgan ketdi. Sen o'g'limni uyatdama. O'g'lim baraka topsin. Boshqalarga o'xshab otasini mol dunyosiga yaxshi. Unday bo'lsa yaxshi. Bo'pti. Endi menga misafir bo'lsin. Kelin oshlanmayapti. Endi haligi men o'tirardim ishlarim yo'q. Yig'ilishim bor. Qarigani qanaqa yig'ilish? Desang, 10 yildan beri mahalla oqsoqoliman. Qo'yishmaydi. Chunki endi vaqtimiz qoldi. Qani, ilohi omin, ishni tinchlik jami bo'lsin. Allohu akbar. Ota, qayoqqa ketyapsiz? Men osh damlayapman. Oshni yeb ketasiz. Sabzini ham to'g'rayapman. Yog'ini qizdirib qo'ydim. Osh bo'lsa yermiz. Asadbek, yana bir gap. Bir yigit har kuni uyiga 3 tomon ko'tarib keladi. Undan sen nega har kuni uyingga 3 tomon ko'tarib kelasan deb so'rasa, biri qarzimga, biri o'zimga tegadi. Bu bir non otamga, bir non bolalarimga, biri ro'zg'orimga degan ekan. Qissadan qissa, yoshligimda otang senga nima bersa, bari qarz. Ha gapni olib qochasiz,
Olmaotada gaplar sizga aytdim. Emas, bu haqiqat. Qariganda o'sha qarzni o'ldirish kerak. Xo'p, do'stim. Assalomu alaykum. Sog' bo'l. Choy ichib ketganmiz. Yaxshi boring. Ha, keling. Bu cholga serqatnov bo'lib qoldi. Ha, endi qizim, do'stni hamisha mehmoni. Ayniqsa do'stni qadri qariganda bilinar ekan. Ya ajoyib do'stingiz bor-da. Meni kelib ketib, qarz olib ketdik buni-da. Ha, do'st bo'lib kelib, dushmanning ishini qilib ketdi. Otamni o'g'liga gishishlar ketdi. Yo'q, bir gapirdi-da endi. Parvo qilmanglar. Sizlarni menda zig'ircha ham qarzdorlik joyinglar yo'q. Dada, bu meros ulashganingizda buni xabari bormi deydi. Yo, o'zingiz aytdingizmi? O'g'lim, o'zimni yuzimga o'zim loy tashlataman. Bo'lmasa nega qarz haqida vaziyat qiladi? Bir narsani biladi gapiradi. Bo'lmasa shuncha gapni qayerdan oldi? Ha, biladi, gapiradi. Ana endi bundoq. Har ko'rganingchi o'g'lim bundoq deb nolavermangda. Menda ham yurak bor xudoga shukur. Siz bo'lish xohlayman. Endi o'ylab ko'ring. Ertalabdan kechgacha yoningizda o'tirsam, birov menga bir barnom olib beradi, dada. Bilaman, o'g'lim, bilaman. Bola chaqam deb chumolday g'ibillaysan. Sendan roziman o'g'lim. Ilohim ketimdan qolinglar. Ha, rahmat. Rahmat bolam. Ana, yana nolayapsiz. Nolsam mashhurchilik bo'ladi qizim. Sendan ham roziman. Senlar bo'lmasang, meni issiq sog'lig'imdan kim xabar oladi? Rahmat bolalarim. Shuni bilsangiz jim o'tiring. Qolmasa degan aytib qo'ying. Nasihatim bu o'zini bolalariga qilsin. Hamma o'zi o'tgan o'zi biladi. Gapirgan gapi bu buxiningdan kirib, bu buxiningdan chiqib ketadi-ya. Bir damoy degandim, men burnimdan chiqarib o'tirsizlar. Qarma qilmang bu chollarga. Bu chollardan quruq gapdan bo'lak nima ham qolarsiz? Bularni har bir gapiga jig'ibiyron bo'laversangiz, ajalingizdan 5 kun burun o'lib ketasiz-ku. Dadajonisi, undan ko'ra kiring. Namingizni oling. Siz ham kiring xonangizga. Odamni yuragini siqmasdan. Qizlar tug'ilganda qadr topdim. O'g'il tug'ilganda o'g'il topdim deb bo'yim bir qarishdan o'sgan. Endi gulim ham, bulbulim ham bor deb xursand bo'lgan edim. Bular ilk jilmayganda, ilk qadam tashlaganda, ilk gapirganda baxtimdan aylanay demagan. Bolalarim buncha tez o'zgarib qoldi. Bularning aqlini kim o'g'irladi? Axir xalqimlarini harom luqma bilan urmadim. Yomon so'zni demadim. Doimo suyib erkaladim. Birovdan ko'p, birovdan kam qilmadim. Yuzing kuysa chidarkansan, diling kuysa mol ekan. Bolalarimni boylik buzdim. Boylik buzgan bo'lsa, odamzod mol dunyo oldida shunchalar ojizmi? O'z uyini to'ldirish bilan avvora bo'lsa, ertaga Allohning uyiga nima olib?
qo'lingni ol. Qo'lingni. Voy xudoyim. Bu chol bekorga oyoq chiqazgani yo'q. Kelib dadamizni atrofida do'stingman deb parolib, tillarni o'ziniki qilib olmoqchi. Nima? Biz yanada hushyor bo'lishimiz kerak. Men nima qilay? Bugundan boshlab sen oshga pashsha tushmaysan, tushundingmi? Xo'p bo'ladi. Mana shu ikki ishdan pashshani o'tkazmaysan, tushundingmi? Kelgan xabardor bo'pti. Xo'p bo'ladi. Mana shu yerdan pashsha ham hujum etmaydi. Kelgan xabardor bo'p. Bunga aytma, xo'pmi? Voy meni ishga taraysachi. Bu kalla. Bunga aytmadi. Xo'p bo'ladi. Voy dadasi. Voy bir kundan bilsangiz, tillardan qo'rqib qoladi. Nega bu? Voy yigit, qalalaringiz topshiradi. Qo'chib to'g'rilab beradingiz-ku. Voy. Ya xudo o'zi, men qanday shukr. Kecha shu haqida dadamga aytmoqchi edim. Voy, aytdingizmi? Voy. Xudoga shukr. Ana shu dada, menga bering, men uni tiqib qo'yaman. Ammo hujjatda sengamda ko'rsatmaymiz dadamiz endi. Xudoga shukr. Bu safargisini qanday olamiz? Bu safargisini olish qiyin bo'ladi. Osoncha jon bermaydi. Qitamizmi? Bu ishlarini. Kelin joydami? Voy, yiqilishini demoqchi edim. Kelin yaxshi ishlaydi, har zaman bizdan ketgan yomon ish. O'ylab gapirmaysanmi? Kallani to'g'rimi? Hozir o'lik turmush tilla topishdan ham qiyin bo'lib qolgan. Bugundan boshlab yo'q degan gapni umuman ishlatmaymiz. Atrofda parvona bo'lasan. Xullas Bo'ladi dadajonisi. Bugundan boshlab atroflarda parvona bo'laman. Dadajon, nima yeysiz? Dadajon, shashlik yeysizmi? Dadajon, nima deysizmi? Dadajon, qaynoq qilib choy olib kelaymi? Voy dadajon, siz nima yeysiz? qolgan ishlar hammasini rejalashtirib olamiz, xo'pmi? Ha.
Yaxshimi? Men dadam olib Otaga tik boqma, iymoning saqla. Sen farzand haqini burchingni oqla. Otaga cho'p otsang kun o'tib bir kun farzanding senga Otajon, uyg'oqmisiz, dada? Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi, dada? O'tiribsiz, xomish, nima? Chiqmaysizmi? Uyda o'tirmaganimizga ham ancha bo'pti, dada. Sal qizishib ketmabdi. Hozirda nervimni bo'lib qolganman-da. Xolmatataning gapi ham to'g'riga o'xshaydi. Sizda bo'lishim kerak ekan. Duoingiz olishim kerak ekan, dada. Keling o'tiring. Meni o'ylama. Kelinni xizmati ham yetadi. Dada, men xafa qilyapsiz. Nima endi xotinim sizga xizmat qilyapti deb men yaloqqa yurishim kerak ekan. Eshikka quloqqa yaxshi gapmas-da. O dadasiga bu bola bemehr aka deb aytmaydimi? Voy, ha, dadajon. Sizga qancha qilsak kam, dadajon. Kelingiz siqqila ovqat ichib oling. Oling, dadajon. Oling. Voy, dadasi. Ko'rpacha solmaysiz. Yo'q, kerak emas. Voy, dadasi. Voy, dadam. Yumshoqqina o'xshatmaysiz. O'zim degan gapni ishlatmang. Bugundan boshlab oilada yo'q degan gapni umuman ishlatmaydigan bo'ldi-ya. Faqat hop, mana qarang. O'g'lingizga aytaman. Dadam yog'ini xonalarini nomi bog'iga keltiring deb. Ish o'rgatadidan hech imkon topmaydilar-da. Bo'ldi, xotin bo'ldi. Bugundan boshlab sizni mehmonxonaga ko'chiramiz. Bu uyingizni uyliga qolibdimi? Qarang, bir tepsa qulaydi bu. Buni omborxona qilamiz. Shuncha bu zaxonada yopganingizga ham hayronman dada. Yo'q. Dadamizni ikkinchi qavatga ko'chiramiz. Voy, dadasi. Voy, nima anqayasiz? Dadamizni boshimizga ko'tarishimiz kerak. Ha, dada, sizni boshimizga haydoy ikkinchi qavatga ko'chiramiz, dada. Dadajon, agar ko'nglingiz biror tansiq tomoq tusayotgan bo'lsa, o'zimga ayting. O'zim kuydirib, pishirib beraman. Osh deysizmi, dadajon? Deysizmi? Menga o'zimni xonam yaxshi. Nega? Birinchidan u xonada onangni hidi kelib turadi. Ikkinchidan tepaga chiqib tushish menga og'ir. Voy, dadajon, kerak bo'lsa, mana yelkamizni olib chiqib tushamiz sizni. Ha, dada, xohlasangiz-chi, bu uyni tagida har kuni it bo'lib qorovul bo'laman. Odamni kerak. Menga qara, menga Dadajon, men ham xafa bo'laman. ovqat juda shirin bo'libdi. Yaqin orada bunaqa shirin ovqat yemagandim. Kelinning qo'li yana ham shirin bo'ldi, rahmat. Dadajon, yana Yo'q, rahmat, bolam to'y. Endi meni ko'chirish masalasiga kelsak, mayli, men ko'ndim. Chiqib tushishni bir amallarman. Endi yana bir iltimosimni so'zsiz bajarishinglar kerak. Qanaqa iltimos? Voy, dada, siz iltimos qilmang, siz buyuring. Sizni har bir gapingiz biz uchun qonun, to'g'rimi? Qonun, dadajon, qonun. O'g'lim, men ham g'animatman. Ha, yo'q, nima deyapsiz? Hali 1000 yil yashaysiz, dada. Ha, dadajon, 2000 yil yashaysiz. Nasib qilsa Xudo xolasi. Endi meni gapim sizlarga qonun bo'lsa, unda bu iltimosni so'zsiz bajarishlaring kerak. Bajaramiz, dada, bajaramiz. Mana ancha paytdan beri to'y qilaman deb meni umidvor qilib kelasan. Qarasam, to'ydan darak yo'q. Niyatim asalni to'yni tezroq ko'rish. Hali dadajon, evara to'ylarini ham ko'rasiz. Hali chevara to'ylarni ko'rasiz, dadajon. Endi meni niyatim bolalarim asalni Umidjonga berasan. Umidjonga? Voy, dadajon, Umidjonga. Umidjonga, dadajon. Hali nahos qulog'imga bir gap chalindi. Nima gap? Asalni boshqasiga beraman degan gaplaring. Qayoqdan chiqdi bunaqa gapi? Kimdan bo'lsa ham chiqdi-da. Asalni xafa qildinglar.
qachon deysiz? Menga qancha bo'lsa shuncha yaxshi. O'g'lim, sen qachon deysan? Voy, dadajon, menga qasam ertaga. Faqat dadajon, ozgina kam ko'zlari deganday. Seni kam ko'rsang qachonda? Ha, bo'ldi. Sizni kapingizga. Ertaga unashtiramiz, indinga to'y. Bunda ilohomiy yoshlar baxtli taxtli bo'lsin. Allohu akbar. Mana bu boshqa meni xursand qildi. Rahmat bolalar. Bundan boshqa soyasiga salom bering. Voy dada, kimlaringiz qarang. Voy dada, taxtiga ikkinchi qavat o'tirganmiz. Ha, qarachilik kursuna. Ha, yozda ko'tarib ikkinchi qavat. Ota rozi, xudo rozi deydilar. Sizni yaqinda Makkaga olib bormasam odamlasizlar. Dada masa shiqsam degan. Yo'q, yaxshi dedim, ancha yaxshi bo'lib qoldi. Voy, haliga hech bo'lmasa sizdan o'tiray dada. Qarang. Ay, o'zimni dadajonimdan hozir bir bala choyman. Necha marta aytdim senga? Yo'q degan gapni ishlatma, basharang burishtirma, tek qop desang o'ting. Dadamizam ozgina joylarda, oldilarda. Nima degan? Nima? Endi shular bilan xudo bo'lamizmi? Kimsan? Asadbek boyvachcha allaqanday bir o'qituvchi bilan xudo bo'libdi deb hamma kulmaydimi? Oldinda shuncha boylik. Zo'r kelsa qizing bilan kuyovga o'zim dang'illatib, 3 qavatmi, 5 qavatga o'zim dang'illatib imoratga beraman. Akana, asaga qo'm mijoni chiqib aytsin. Nimani aytay? Vaqt xudoy bormaydi. Voy, qiz bola-ya. Nima o'zing yarim chiqmoqchisiz endi? Nima? O'lsam ham shular eshigiga yarim chiqmasman. Dadajon, dadajon. Dadajon.
lekin uylarga kirganmi yo'q o'sha paytda xonaga. Qayta chop bilan anglaganim yo'q. Kallam tog'ara. Voy, qachon edi? Nima deding? Ko'ylaklarni almashtirgani? Alo, Xolida opa. Kim? Sajida? Opam qani? Chiqib qo'shnikiga ayting tezroq. Shoh kesillar. Adam ahvoli og'ir yoqdi deng, xo'pmi? Tezroq kesilasiz. Shosh. Hafiz opa. Menman de. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Menga tezroq keling. Telefonda aytgan gaplarni tezroq qiling. Nima deysiz? Voy, kelishmasachi. Keladi. Xolida opam dadamning eshitib og'riyotganini bilib qolsa, oyog'ini qo'liga yugurib keladi. Xolida opam chiqadi. Hafiz opam mana xavf qilib qoladi. Voy jonim. Voy dadasi, bu galgisidan ularning xabari yo'q edi. Bilib qolib mana bu yerga janjal bo'lib bola chiqasizda ya. Ay. Keladi, biroq so'rayman. Yo'q desa qaytib ketadi. Dadasi, nimalar deyapsiz? Bu axir anday bunday narsa emas. Tilla aql, tilla. Tilla aql butunni ham aqldan ozdiradi. Yana opalaringiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, tamomsiz keling. Sen kechikanda men topolmasdik. Bocha bilan bozor qilgan chiqamiz deb kelgan. Yaxshisiz, kelin boshla. Nima gap menchilikmi? Gaplar shunchaki. Tinchlik, o'zimiz. Vajohatingda gap shunchaki o'xshamaydi. Nima gap? Adam qo'llardami? Men so'rashib chiqay. Opa. Dadamizni xudoga shukr ikkinchi qavatga ko'chirib qo'yganmiz, xo'pmi? Ha, yaxshi. O'tiring. Hozir Xolida opam kelsin, gap bor. Xolida opam, nega chaqirding? Yana eski gapmi? O'tiring. Endi bilasizmi, chaqirganligi shart aytishi kerak, to'g'rimi? O'zingizga ma'lum emas-ku. Xafa bo'lmang. Dadamda yana tilla bor ekan. Hali xursand bo'lishga erta. Ana shu tillar hozir yo'qolib qolgan. Shundan xayolingiz bo'ldimi, yo'qmi deb sizlarni chaqirtirganmiz. Qayoqqa yo'qoladi? Opa, shu tilla hozir osmondan yerdaymi, xo'pmi? Borligini bilarmidlaring? Bilmasak chaqiramiz sizni, opa menga qarang, gapni chuvalashtirmangda. Olgan bo'lsangiz oldim, xo'pmi? Olmagan bo'lsangiz olmadim deng. Sizga hech kim bo'ylab kelmaydi, xo'pmi? Ha, faqat buni qilmang. Borini gapiring. Men buni qildimmi? Ana. Basharalarga qarang. Shu kishi olgan. Shu kishidan boshqa kim haq olardi? Voy kelin, tuhmat qilmang. Olmagan narsani olmadim deymanglar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nega vaqtida keldingiz, xabaringizni sog'inib turdim. Siz yaxshimisiz? Olmasada dadamizni ikkinchi qavatga ko'chirdik deb aytadilar. Bo'lmasam, tepaga chiqib qoling, mayli, men hozir chiqaman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz kelin? Hozir chiqaman. Demak, olmagansiz. Voy olmadim. Ko'rmadingiz ham. Ko'rmadim. Eshitmadingiz ham tilla haqida. Eshitmadim ham. Hatto xabarim ham yo'q. Odamlar pismiq bo'lib ketishgan. Betimni qattig'i, jonimni huzuri. Va sen odil qilmagan, opam kelsa undan ham bir gap chiqadi. Ha, u ham nima derdi? Olmadim deydi, qutulib ketadi. Yo bo'lmasa biror bahona o'ylab topadilar. Mehmon chiqib qoladi. Voy,
eshitsang, sen ham voy, yuragingni esdan chiqarasan. Bu safar bo'shlik qilmayman. Katta o'lish meniki bo'ladi. Men ham shu otani zurriyodiman. Tepada mehmon bor, kulgiga qolmoqchimisiz? Voy, kulgiga qolarkanman deb tillada voz kechaymi? Mana. Qachon qilaman? O'zing tilingni ting. Kimligingni bilmaymanmi? Sizlarni janjal qilgani chaqirganmanmi? Menga qara, bu gapni xotinchangga ayt. Tamam, tillar seni uyingda yo'q qilgan bo'lsa. Nega uni bizni cho'ntagimizda qidiryapsan, ha? Opa, sizlarga dadam berdimi yo'qmi shuni so'ramoqchi edim, xolos. Shaxsan menga bermaganlar. Ana, nima deganidir? Bulardan bir gap chiqishi gumon. Hoji, Ha? opa, ukam bilan gaplashing. Sen nega tiqilasan? Sen tilingni ting, yangash devor. Voy! O'zing tilingni ting. Kimligingni bilmaymanmi? Yuzingni qorasi menga sepyapsanmi? Voy, voy, voy. Voy, nega meni yuzim qora bo'lar ekan? Ha? Avval ishni bitirib, keyin eringni bo'yniga osib olganingni men bilmaydi deysanmi? Ha? O'zimni hovlimda ham gapirishga haqqim yo'qmi nima? Ha, kelin. Ha? Bu holi seniki emas. Sen tayyorga ayyorsan. Ajab bo'pti. Ajab bo'pti. Peshasi qilma. Temirchini qizi eding. Ukamga tek olib odam bo'lib yuribsan-da. Temirchini qizi bo'lsam ham bu hovliga ministrni qiziday kirib kelganman. To'rtta ko'rpachayu, bitta sholchayni pesh qilyapsan. Shunaqaligimni bila ko'ra turib, nimaga kelin qilding? Ha? Mana bu ukang oyog'imga yiqilib yalinmaganida tegmas edim. Boshqasiga tekkanlar bu mojarolar bo'lmasmidi? Voy. Voy o'lmasam. Voydod, 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 voydod. Dushman ichimdan chiqdi-yu. Suvimni ishib, ko'chaga bitib tashlayapti. Opa degan xotin qarindosh bo'lmas ekanda. Voydod, voydod. O'chib qo'shni eshitdik, kallang bormi? Qo'shni? Shular eshitilyapman-da. Voydod, voydod. Nomard yetib nafsidan bor. Ha, kelin. To'xtang. Nega ukam nomard bo'larkan-a? Otasini davlatiga boyvachchalik qilgan erkakni nima deb atash mumkin? Voy. Ana. Ana. Tillarni o'zlari gumdon qilib, bizni benar qilgani chaqirgan bular. Bu safar hammasini o'zlari otishgan. Ha, o'zlari olgan. Men hozir tepaga chiqib, odamni yoqadan olaman. Yo'q, men avval tillarni qanchaligini bilib, keyin tepaga chiqaman. Hasan, bu safargisi cho'g'day gapim chiqay. Men qaydan bilay? Ha, kecham. Adam tillarni senga bergan bo'lsa, bu tomoshani nima kerak? Jim o'tirsang, biz bilmasdik ham, eshitmasdik ham. Endi tinch o'tira olamizmi? Dadamni chaqiraman, hammasi hal qilaman. Hey, mehmon nima deb o'ylaysiz? Holiga dushman bostirib keldi deydi bo'ldi nima? Ha, biz dushman bo'ldikmi? Ko'p gapirmaylar. Qaysilar ijob berdik. Hamma gaplarni aralashtirib tashlaysiz. Oldin bizni dushmanligimizni isbotlaysan. Keyin odamni olib tushasan. Dadam modda hammani oydinlashardi. Bizni dushmanligimizmi? Va tillar kim olganligi, namicha? Ana, bularga ota emas, tilla kerak, tilla. Tilingni ting bo'lmasa. Bo'lmasa nima? Tilni sug'urib olasiz. Yig'ishtir buningni. Shuncha yil qanday yashading, shu xotin bilan. Hasan, chiq bu yoqqa. Odamni olib tush. Men o'z qurishimni olmaguncha bu yerda bir qadam ham jilmayman. Men ham shu. Dada. Dada. Mana qarang, qizlar. Dada, bular aytsa, dadamda yana tilla bor ekan, urushimizni bersin deb to'polab deyapti mana ularga. Ha? Keliniz ko'rgan ekan. Mana bumi? Voy! Senlarda insof, diyonat, bir-biriga
xanjar bo'lganda mana bu toshlar tillaga aylanadi. Ben afsus toshligicha qolib. Yo'q, buni hammasi tilla bo'lishi kerak, xo'pmi? Siz buni hammasini almashtirib qo'ygansiz. Qani, meni tillalarim qani? Hozir hammasi almashtirib beradi o'rniga. Tillam qani? Tilla qani? Tilla qani? Ota merosini olib o'zini xor qilgan yolg'on. Issiq sovuqga qaramay, mehrga tashlab qilganlari insofdanmi? Senlarning ko'zlaring ochlarmikan? Otangga qayta mehr berarmikansanlar deb bu yillarni men o'ylab topgandim. Nahotki farzand otaga emas, toshga mehr qo'ysa. Nahotki ota qadri shu toshchalik bo'lmasa. Nahotki ota farzandni dunyoga keltirib, yemay yedirsa, ichmay ichirsa, butun mehrini bersa-yu, qariganda qadr topmasa. Nahotki qarz berib, qarzni qaytarib ola olmasa. Onlar, bo'ldi. Bolalarimni uyaltirma deysa, bulardan uyat qolganmikan? Uyatlari bo'lganda mehrlarini tillaga emas, sevga berishadi. Afsuski, bunday qilishadi. Axir farzand uchun haqiqiy tilla ota kim? Dunyoda eng baxtli inson kim? Ota-onasi borlar-ku. Men uyaltirma deysan. Kechiring. Nima kechiring? Azizlar, sizlar bilaysizlar. Kechirmoq